'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me, respect. Ya sen cinli misin sen? Sen cinli mi? Ben seni bu tomoningga ko'ryapman. Kallang bu yoqqa bo'lish kerak. Bu yoqqa ursam bu yoqqa bo'ladi kallang. Tomongami? Ha. Davay ketdik. Ye. Uyalma. Ye. Ya tort, bir ikki tort. Aka, o'zi chakmayman-ku, men nimaga chaktirasiz menga? Chek, uyalma. Aka, undan ko'ra otib o'ldirganingiz yaxshi emasmi? Sen mana shu sigaretni 1-2 yil chekkan, o'zing o'pka ichirib o'zing o'lasan. Ha. Ana o'lding. Tur, boshqa joyda o'yna. Tur. Boshlang. Yoqqa ketasan chipirat. Yoqqa. Sen birovni qizchasini olib qochib ketasan. Qisib yur. Mani Silvestr Stallone deydi. Assalomu alaykum. Sizni mana shu Rainbow kinosi orqali olgan Oltin burgut mukofoti bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Aytingchi, mana shu kinoda ishlatilgan texnika bor-ku, daraxtni sug'urib olgan texnika, o'sha Toshkentda bormi? Ha, bor Toshkentda. U nima vazifani bajaradi? U xohlagan joyingizdan daraxt sug'urib, xohlagan joyingizga olib borib, yana ekib beradi. Telefon nomerlarini qoldiraman, o'zlaring gaplashib chaqirib olasizlar. Mayli, rahmat. To'xtangda. Yo'q, keling. Biz shuncha kino o'ynadik, umrimiz mana shu kinoga ketdi. Aktyorlik mahoratimizni ishlatdik. Kino haqida, rolimiz haqida so'ramaysizmi? Qiziqmasmi bu? Aka, bu kinoyingiz, rolingizdan ko'ra bizga texnikaning roli yo'qdi, to'g'risida. Texnika. Ana bizni kino industriya. Hamish. Sen qilding hammasini. В фильме «Рэмбо 3»